Damas 3 endi propandan akalar. Xo'p, nimaga bunga propan qo'yildi? O'zi benzin narxi juda ham oz ekan deyilgan. Ko'pchiliklar savollar, shu savollarga javob akalar. O'zbekistonning sharoitiga ko'ra hozir 95 benzinda ham propan mashinalarimiz 95 benzinda motorlarni chakada tashlayapti. Bunga yechim propan bo'lyapti aka. Hozir 98 100 da beradi. Propan aktani. Men olayapsanmi? Izniga debman uka. Xo'p, endi nima propan qo'yilgan sababi akalar ko'rishdan so'ng propan so'ng chiqib ham chiroyli qilib, xo'p 95 benzinda ham motor chakirab ishlayapti 95 da ham. U degani rasvo benzin degani. Propan keladigan bo'lsa, buni aktari 95 dan baland. Eng slow gazda ham propanda 95 aktadan baland aktani beradi. Kamida 98 100 aktani beradi. O'shaning uchun xudo xolasa propan so'ng chiqib berganmiz chiroyli qilib. Terma turkalarda bo'lgan. Balonimiz 30 salik Turkiyaning Saka brendidan bo'lgan. Xudo xolasa balonimizga ham 10 yil garantiya beriladi. Bemalol eng sifatli balonlardan bo'lib qo'yildi. Oliq qismiga o'lchagan akalar 4-chi pakalini propan bo'ldi. Bonni original zapislarda bo'ldi. Fagim ichlankalarda 1 gram hidi chiqmaydi akalar. Umuman hidi bo'lmaydi. Xudo xolasa direktorimizga keladigan bo'lsak, Italiya tomonidan mayli Nordic direktorlarda bo'lgan. Hujjatimizni ham olgan. Hujjatimiz vaqtli hujjatlarda bo'lgan. Menga blogimiz Alexstonni Optopicom keladi. Bo'lgan. Xudo xolasa hit akalar muammo qilmaydi sizlarga. 4-chi pakalini boshlandi. Kelaversa gazini bosish kerak akalar. Qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar shu nomerlarga bemalol aloqa qilsa bo'laveradi.